Kun sayru suv ostida qolmoqda mana. Manimcha masjid oqib ketdi. 23-may kuni Samarqand viloyatida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik oqibatida aksariyat hududlarni suv bosib, sel kelish holatlari kuzatildi. Ayniqsa Samarqand shahridagi qator ko'chalarda katta miqdorda suv to'planib, avtomobillar deyarli harakatlana olmay qoldi. Ma'lumotlarga ko'ra, soat 11:15 dan 12:00 gacha bo'lgan 45 daqiqa ichida Samarqand meteo stansiyasida 28,6 mm yog'ingarchilik qayd etilgan. Kuchli yomg'ir oqibatida Urgut, Samarqand, Jomboy va Toyloq tumanlari, shuningdek Samarqand shahrining ayrim ko'chalarida yomg'ir suvlari to'plangan. Ko'p qavatli uylarning yerto'la qismlarini suv bosishi aholi noroziligiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqanddagi vaziyat aks etgan videolar keng tarqaldi. Ayrim foydalanuvchilar shaharga aylanish uchun yelkan va qayiq olib kelish kerakligi haqida hazilomuz postlar qoldirgan. Viloyat hokimligining ma'lum qilishicha, murojaatlar kelib tushishi bilan hokimliklar, favqulodda vaziyatlar bo'limlari va hamkor tashkilotlar xodimlari hududlarga yetib borgan. Hozirda suvni chiqarish va oqibatlarni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Kuchli yomg'ir bilan birga chaqmoq chaqish holatlari ham kuzatilgan. Xususan, Urgut tumani Quyi Algar mahallasida chaqmoq urishi oqibatida daraxt yonib boshlagan. Hodisa joyiga tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari yetib borib, holatni o'rgangan. Ma'lum qilinishicha, hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan.